Har bir kitob insonni yangi olamga boshlaydi, ammo shunday kitoblar borki, ular bizga eng yaqin insonlarning qadrini anglatadi. Men onam bilan birga O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asarini o'qidim. Farzand bilan birga kitob o'qish uning qalbiga ezgulik urug'ini qadashdir. Bu asarni o'qir ekanman, onaning buyukligini his qildim. Bu kitob menga oddiy ko'ringan ko'plab narsalarning aslida mehr ekanini anglatdi. Har kuni tayyorlangan nonushta, aytilgan nasihat, kutib olingan tabassum, bularning barchasi onamning menga bo'lgan cheksiz muhabbati ekan. Endi bilaman, onamning har bir mehnati ortida ulkan mehr bor. Aziz onajon, bu kitob orqali sizning qanchalik buyuk inson ekanligingizni yana bir bor angladim. Mehringiz, sabringiz va g'amxo'rligingiz uchun rahmat. Siz mening birinchi ustozim va eng yaqin do'stimsiz. Sizni juda yaxshi ko'raman. Men uchun Dunyoning ishlari ona mehrini anglatgan eng qadrli kitob.